Bozor oddiy savdo maskani emas, bu yerda xalqning kayfiyati, rizqi, mehnati va ertangi kunga bo'lgan ishonchi mujassam. Ana shu haqiqatni chuqur his etgan holda Sho'rchi tuman hokimi Akbar Ali Eshmirzoyev boshchiligida tumandagi dehqon bozori faoliyati atroflicha o'rganildi. O'rganish davomida savdo rastalari, narx-navoning barqarorligi, mahsulotlar sifati, sanitariya holati, aholiga yaratilgan qulayliklar hamda tadbirkorlik faoliyatiga alohida e'tibor qaratildi. Har bir rastada mehnat nafasi, har bir mahsulot ortida esa insonning zahmati bor. Shu bois bozorda tartib-intizomni mustahkamlash, narxlar barqarorligini ta'minlash va xaridorlar uchun yanada qulay sharoit yaratish yuzasidan mas'ullarga aniq vazifalar belgilab berildi. Dehqon bozorida o'tkazilgan o'rganish oddiy nazorat emas, balki tartib va qonun ustuvorligini mustahkamlash yo'lidagi amaliy qadam bo'ldi. Bozor hududida qonuniy talablarga zid ravishda o'rnatilgan noqonuniy rastalar bartaraf etildi, chunki tartibsizlikka ko'z yumish ertangi muammolarga yo'l ochish demakdir. Bugun olib tashlangan noqonuniy rastalar o'rnida ertaga tartib, poklik va qonun ustuvorligi mustahkam qaror topadi. Zero bozorning ko'rki ko'p rastada emas, balki halol savdo, ozodalik va tartib-intizomdadir.